Oleum. Oleum bu dahshatli termin emas, bu shunchaki eritma. Shakar suvda erigandek, oleumda ham erkin sovuvchi gazi toza suv va kislota ichida erigan bo'ladi. Oleum masalan ishlash uchun 3 ta oltin qoidamiz bo'ladi. Demak, bu oltin qoida, demak biz o'rgangan shablonlardan farq qiladi. Agar kimgadir shablonlar bilan ishlamoqchi bo'lsa, bu videoni ko'rmagani ma'qul. Chunki biz bu yerda barcha shablonlar bilan ishlamaymiz. Demak, biz mantiq bilan va tenglama bilan ishlaymiz. Demak, boshlaymiz. Demak, massani, demak, birinchi massa mutlaq saqlanishi. Demak, oleumda doim massa nima demak? Cho'kma va gaz ajralmagani uchun, demak, jami massani yig'indisi oxirgi massaga teng bo'lib qoladi. Chunki cho'kma yo'q gaz ajralmaydi bundan. Endi antagonistlik, demak, bu qarama-qarshilik. Idishda bir vaqtda, demak, suv va sovuvch bo'lishi mumkin emas. Demak, ular uchrashsa darrov reaksiya kirishib kislotaga aylanadi. Demak, keyingisi bir nisbat. 1 mol suv har doim 1 mol sovuvch bilan reaksiyaga kirishadi. Demak, mana shu 3 ta qoidamiz. Demak, nimadir? Asosiy qoida bo'ladi keyingi masalalarni ishlashimiz uchun, oleum masalalari uchun. Endi oleum masalalarida uchraydigan 5 xil holatni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi holat kislota eritmasiga sovuvch yuborish. Demak, nima bo'ladi? Idishda suv bor, biz sovuvch yuboramiz. U kislota bilan reaksiyaga kirishmaydi. Demak, u suv bilan reaksiyaga kirishadi. Demak, bu reaksiyaga aslan. Demak, bu reaksiya 1 nisbatda bo'ladi. Demak, birinchi masala. 200 gram 82% sulfat kislota eritmasiga necha gram sovuvch yuborilganda 20% oleum hosil bo'ladi debdi. Nima qilamiz endi? Birinchi suvni nimasini topamiz endi? Molini topamiz. H2O. Demak, barobar bo'ladi. Demak, 82% kislota bo'lsa, 18% suv bo'ladi uni. 100 ko'paytirilgan suv molar massasi 18. Demak, bu 2 mol nima bor ekan? Suv bor ekan. Demak, 2 mol suv nima bo'ladi? 2 mol sovuvch bilan reaksiyaga kirishadi. Demak, endi sovuvchni massasini m deb olsak, endi qolgan sovuvch qancha bo'lib qoladi? m - 2 ko'paytirilgan 180 m - 160 bo'lib qoladi. Bu nimaning massasi? Sovuvchning massasi, qolgan sovuvch bu. Sovuvch qolgan deb yozib qo'yaylik. Demak, 2 mol nima bo'ldi? Suv bilan reaksiyaga kirishgani uchun 160 gram kamaygan, qolgan. Endi keyingisi. Xo'sh, jami eritma massasi topamiz endi. M eritma. Demak, oxirgisi bu. Demak, oxirgi eritma massasi. Demak, hamma massalarning yig'indisiga teng. Bu birinchi qoidamizga asosan. Demak, birinchi qanchadi? 200 plus nimadi? Oleum massasi 200 plus m. Endi buni xohlasak proporsiya qilamiz, xohlasak tenglama. Keyin tenglama qo'yaylik. M - 160 taqsim 200 plus m. Demak, barobar bo'lib qoladi 20%. Demak, 20 taqsim 100. Xo'sh, demak, bu nima massasi? Sovuvch massasi, bu nima massasi? Jam massa. Xo'sh, demak, bundan ishlasak m barobar nima bo'ladi? 250 gram bo'lar ekan. Demak, birinchi holat uchun birinchi masalani ishladik. Endi ikkinchi holat. Oleumga suv qo'shilsa, sovuvchni yo'qotish. Demak, endi teskarisi. Demak, suv kelib, erkin sovuvchni kislotaga aylantiradi. Demak, oldin oleumni molini topamiz endi. 420% oleum bo'lgani uchun, demak, sovuvch barobar bo'ladi 400 ko'paytirilgan 20 bo'lingan 100 ko'paytirilgan 80. Demak, bularni qisqartirsak 480. Demak, 1 mol nima bor ekan? Sovuvch bor ekan. Endi bu 1 mol sovuvch 1 mol suv bilan reaksiyaga kirishadi. Demak, suv qo'shilsa, demak, kislota buncha ekan. Demak, mana bu suvga qo'shilgan vaqtda nima bo'lib ketadi bu? Kislotaga aylanadi, demak. Reaksiyasi sovuvch ko'rgandik uni. H2 nima bo'ladi? H2 SO4 bo'ladi. Demak, bu 1 mol bo'lsa, bu ham 1 mol, bu ham 1 mol bo'lib qoladi. Endi jam kislotani topamiz endi massasini. Jam kislotaning massasini topish uchun nima qilamiz? Dastlabki va hosil bo'lgan kislotalarning yig'indisini topamiz. Demak, bu hosil bo'lgani, demak, m H2SO4 hammasi, demak, barobar bo'ladi. Demak, bu 400 ni 80%. Demak, 400 ko'paytirilgan 80 bo'lingan 100 plus 1 mol hosil bo'lgan kislota. Demak, buni 1 ko'paytirilgan 98. Demak, bu 320 bo'lsa, bu 418 bo'lib qolar ekan. Demak, necha gram? 418 gram nima bu? Kislota bu. Demak, 418 gram. Endi nima qilamiz? M eritmani topamiz endi. Demak, eritma nima bo'ladi yana? Jam massasi bo'lib qoladi. Demak, bu nima bo'lyapti? Suv qo'shilsa, suvning massasini
M deb bo'lsak endi ana bu yerda yozib qo'yaylik. Demak, M, demak massasi nima bo'ladi? H2O bo'lsa, demak qo'shilgan suvning massasi. Demak, nima bo'lib qoladi bu endi? Xo'sh, M eritma H2O, M plus mana bu olium 400. Endi tenglama yo'q, proporsiya tuzamiz. Demak, 418 gram 418 bo'lingan M plus 400. Demak, barobar bo'lib qoladi. 41,8 bo'lingan 100. Xo'sh, prosentida. Demak, buni endi ishlashimiz kerak bo'ladi. Nima bilan bular qisqarsa, demak 1000 barobar M barobar nima bo'lib qoladi? 600 bo'lib qoladi. Xo'sh, demak bu yerda qoladi 1000 bo'ladi. Demak, M barobar nima ekan? 600 gram suv qo'shilsa shunday bo'lar ekan. Tamam, bu ham bo'ldi. Endi 3-holat. Endi 3-holatni ko'ramiz endi. Demak, olium formulalari. Xo'sh, demak, olium formulasini yozganimizda, masalan, H2SO4 SO3 o'rtaga nuqta qo'yamiz. Demak, ko'pchilik o'quvchilar bundan ko'rib qo'rqishadi yoki uni matematika ko'paytirish belgisi deb o'ylashadi. Yo'q, bu ko'paytirish emas. Bu nuqta kimyoda va degan ma'noni anglatadi. Demak, ya'ni idishning ichida sulfat kislota va erkin SO3 ham bor degani. Demak, mana bu. Xo'sh, formulasak N va M bu shunchaki mollar nisbati. Demak, bu nuqta bizga idishda M mol kislotaga M mol erkin SO3 to'g'ri keladi deb ma'lumot beryapti. Xo'sh, shuning uchun masalan yechib o'tganda bu nuqtani ko'rib qandaydir murakkab matematikani bajarishga urinmang. Bu shunchaki demak, molyar nisbat bo'ladi. Demak, 3-masalani boshlaymiz endi. Demak, 116,84,5% sulfat kislota eritmasi, demak 250 gram 62% olium aralashtirdi. Hosil bo'lgan oliumning formulasini ko'rinishda aniqlang dedi. Demak, bu yerda birinchi narsa, demak, nimani? Suvni va SO3 molini topishimiz kerak bo'ladi. Agarda suvning moli ko'p bo'lsa, bu yerda kislota eritmasi paydo bo'ladi. Agar SO3 moli ko'p bo'lsa, olium paydo bo'ladi. Demak, bu yerda demak, olium formulasi toping degani uchun, demak, suv kamroq bo'ladi, SO3 ko'proq bo'lib qoladi. Demak, bularni aniqlaymiz endi. Birinchi, sulfat kislotani molini, suvning molini aniqlaymiz. Mana bu ishdagi suv va sulfat kislotani grammlarini topamiz. Ya'ni birinchisi N H2O. Demak, qancha suv borligini topamiz. Demak, 116 ko'paytirilgan 15,5 bo'lingan 100 ko'paytirilgan 18. Demak, suvning molyar massasi. Demak, bu barobar bo'lib qoladi. Taxminan 1 mol bo'lar ekan bu. Endi xuddi shunday M H2SO4 ni topsak, xo'sh, demak, bu ham 1 mol bo'lar ekan. Endi buni ham ichidagi nimadan topamiz endi? Kislotani va SO3 topamiz endi. Xo'sh, demak, buni M1 H2O deylik. Xo'sh, demak, buni M2H4 deymiz endi. M1. Bu N demasa ham bo'lagan, buni N desak ham bo'laveradi. Bitta suv. Endi nimani topamiz endi? N1 H2SO4 deylik, M1 molini topib N bilan yozib ketamiz. Xo'sh, tuzatib qo'yishni. Demak, bu nima bo'ladi? N H2SO4 1 mol. Demak, bu N H2O. Demak, bu ham ana buni N1 H2SO4 deymiz, chunki demak, bu yerdan kislota chiqadi, bu yerdan kislota chiqadi. Endi N2 H2SO4 topamiz endi. Demak, ikkinchi olium eritmasidagi kislota molini topamiz endi. Demak, nima bo'ladi? 258 ko'paytirilgan 62% olium. Demak, 38% nima bo'lib qoladi? Kislota bo'lib qoladi bu. Demak, 38 bo'lingan 100. Demak, ko'paytirilgan molyar massasi 98. Demak, bu ham barobar bo'lib qoladi. Bu ham 1 mol ekan taxminan. Endi keyingisi N2 SO3 molini topamiz endi. Bu 2 demasa ham bo'ladi, o'zi bitta bo'lgani uchun uni N deb qo'yaversak ham bo'ladi. Demak, bu ham barobar bo'ladi 258. Demak, ko'paytirilgan 62 bo'lingan, demak, 100 ko'paytirilgan 80. Demak, bu taxminan teng bo'lib qoladi 2 molga teng bo'ladi. Ana endi demak, suv 1 mol ekan, SO3 2 mol ekan. Endi bular reaksiyaga kirishsa, demak, delta N SO3 qancha qoladi endi? 1 mol qoladi. Endi N H2SO4 ning jamini topamiz endi, qancha kislota borligini. Demak, birinchisi
Demak, mana bundan 1 mol chiqdi, mana bundanda. Xo'sh, mana bundan ham 1 mol chiqdi. Plus yana reaksiya natijasida mana bu reaksiyadan H2O bilan nima sovushni ham 1 mol reaksiyaga kirishadi-yu, yana 1 mol nima qiladi? Sulfat kislotasi qiladi. Demak 3 mol. Demak, idishda 3 mol nima bu? Sulfat kislota bu. Demak 1 mol nima qolgan? SO3 qolgan. Shuning uchun uni formulasi nima bo'lib qoladi? 3H2SO4. Demak SO3 bo'lib qolar ekan. Demak, olimning formulasi. To'rtinchi masala, milliy sertifikat masalasi. Demak, vodorod va kislorod atomlari 2,5-2 nisbatda bo'lgan sulfat kislota eritmasidan 480 gram tarkibli olim olingan bo'lsa, demak dastlabki eritmadagi kislorod atomlari massasini toping. Endi buni ishlaymiz. Demak, birinchi olimni molini topib olamiz. Demak, N H2SO4 demak 0.3 SO3. Demak, barobar bo'lib qoladi bu. 488 demak molar massasi, buni molar massasi 98 plus demak buni 0.3 ko'paytirilgan 80. Demak bu ham barobar bo'lib qoladi. 4 mol bo'lib qolar ekan. Demak 4 mol nima bu? Olim bor ekan. Endi 4 mol olim bo'lsa, endi vodorod H atomlarining moli 4 ko'p 2 ko'paytirilgan 4 nima bo'ladi? 8 mol bo'ladi. Demak mana bu 8 mol nima? Vodorod atomlari nimadan kelgan? Nima? Sulfat kislota eritmasidan kelgan. Chunki mana bu yerdagi hammasi to'lig'i nimadan kelganini biladi? Yo suvdan yoki kislotadan kelgan bo'ladi. Demak bu olimda SO3 yuvargan vaqtga, demak bunga tarkibida vodorod ionlari, vodorod atomlari bo'lmagani uchun, demak jamisi birinchi eritmadan kelgan bo'ladi, 8 mol vodorod. Endi uni nima qilamiz endi? Oldinga proporsiya qilamiz. 2,5 ga 2 to'g'ri kelsa, demak 8 ga x deymiz. Demak x barobar bo'ladi bu yerda 6,4 mol bo'lib qolar ekan. 6,4 mol nima bu? Kislorod atomlari bu. Demak, ana endi massasi topsak, n barobar bo'ladi 6,4 ko'paytirilgan 16. Demak, bu ham barobar bo'lib qoladi. Yani 102,4 gram. Demek bir egal to'g'ri ekan. Endi to'rtinchi holat, demak ishqor bilan neytrallashish nisbati 1:2 bo'ladi. Xo'sh, sulfat kislota neytrallanishi. Demak mana bu 1 ga 2 topdi. SO3 ham reaksiyaga kirishadi. Demak bu ham nimada? 1 ga 2 topdi. Demak 1 mol SO3, demak 2 mol natriy gidroksidni neytrallaydi. Xuddi shunday, demak 1 mol H2SO4 ham 2 mol natriy gidroksid reaksiya neytrallaydi. Demak endi 5-masala, yana milliy sertifikat masalasi. Demak 200 gram 2% olim bilan 200 gram 8,5% natriy gidroksid reaksiyaga kirishda hosilga yetmadagi ishqorning massa olishini prosentda toping deyapti. Demak ishqorning nimasini toping deyapti? Massa olishini toping deyapti. Demak ishqor nima bo'ladi? Keragidan ortishi bor. Ortib qolgan modda bu. Demak shuni topishimiz kerak bo'ladi birinchi. Demak davom etamiz. Demak olimni nimasini topamiz endi? Har tarkibidagi kislota va SO3 ning mollarini aniqlab olaylik. Demak N birinchisi H2SO4. Demak barobar bo'ladi 200 ko'paytirilgan 98 taqsim 100 ko'paytirilgan 98. Demak barobar bo'ladi 2 mol. Endi keyingisi SO3 ning molini topamiz endi. N SO3 demak barobar bo'lib qoladi. Demak 200 ko'paytirilgan 2 bo'lingan 100 molar massasi 80. Demak barobar bo'ladi 0,05 bo'lar ekan. Xo'sh, demak jami SO3 ning moli qancha bo'lib qoldi endi? 2 butun SO3 bilan H2SO4 ni qo'yib bu uchun qancha natriy sarflanadi? Demak 1 ga 2 bo'lgani uchun, demak bu uchun sarflanadigan natriy OH demak qancha bo'lib qoladi? Endi natriy OH sarflangan deylik. Demak 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2,05 2 barobarda endi bundan. Demak barobar bo'lib qoladi bu. Demak 4,1 mol natriy OH nima bo'lgan? Reaksiyaga kirishgan. Demak bu sarflangan deb yozaylik bu yerda. Adashmaslik uchun sarfi. Endi jamisini topamiz endi. N natriy OH ning hammasi. Demak barobar bo'lib qoladi bu. Demak 200 ko'paytirilgan 8,5 bo'lingan 100 ko'paytirilgan nechidir? 40 molar massasi. Demak bu ham barobar bo'lib qoladi 4,125 ekan. Endi delta N
natriy OH'ni topamiz endi. Demak, bu nimada? Qolgani buni yozib qo'yaylik. Qoldi. Demak, bu sarf, bu qoldi. Demak, barobar bilan 2 ni ayirsak, demak 0,15 mol qolar ekan. Demak, 425 dan 4,1 ni ayirdik. Endi buni massasi topsak bo'ladi endi. Demak, M nimada? Natriy OH ning massasi. Demak, qolgani qancha ekan? 0,15 ko'paytiramiz 40 ga. Demak, barobar bo'lib qoladi bu 6 gram bo'lar ekan. Endi M eritma oxirgisi. Xo'sh, demak bu yerda ham cho'kma va gaz yo'q. Demak, shu uchun jam massani qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, demak eritmaning hamma massasi topsak endi qancha bo'lib qoladi endi eritmaning massasi? Xo'sh, demak 200 plus 200. Demak nima bo'lar ekan bu? 400 gram bo'lar ekan. Endi nimani topamiz endi? Natriy OH topamiz endi. Natriy OH demak barobar bo'lib qoladi. Massa topishini topamiz endi. 6 bo'lingan 400 demak ko'paytirilgan 100. Demak bu ham barobar bo'lib qoladi. 1,5% ekan. Demak javob to'g'ri ekan. Endi 6-masala. Demak so'nggisi, demak bu ham milliy sertifikat masalasi. Xo'sh, es atomlari moli 0,3 mol bo'lgan. Demak, olium eritmasiga 24% natriy OH va 174,2 gram suv qo'shildi. Xo'sh, hosil bo'lgan eritmada 14,2% tuz mavjud bo'lsa, dastlabki olium tarkibini aniqlang. Xo'sh, demak, uni nima qilamiz birinchi? Bizga eng muhim narsa ana bu. Demak, qancha ekan bu? 0,3 mol ekan. Endi bundan nima hosil bo'ladi? Natriy OH qo'shgan vaqtimizga natriy 2 SO4 bo'ladi. E'tibor qaratamiz endi. Mana bu yerdagi S mollari nimadan kelgan? SO3 dan va nimadan kelgan? H2SO4 dan kelgan. Ya'ni 1 ga 2 nisbat bo'ladi-da bu. Natriy sarfi bilan 1 ga 2 nisbat bo'lgani uchun. Demak, mana bu yerdagi natriy 2SO4 ham moli, demak N natriy 2SO4 dan barobar bittaga kirgani uchun bu 0,3 mol bo'lar ekan. Xo'sh. Endi bunga sarflangan natriy OH molini topamiz endi. Demak, N demak natriy OH barobar juda oddiy. Nima deymiz endi? 0,3 ko'paytirilgan 2 deymiz. Demak, bu 0,6 mol natriy OH sarflangan ekan. Xo'sh, demak 1-2 nisbatga yozsam-da bu. Demak, natriy 2SO4 0,3 mol hosil bo'lgan bo'lsa, demak bu 2 barobar nima ko'p ketgan bo'ladi? Ishqor ketgan bo'ladi. 0,6 bo'lib qoladi endi. Xo'sh, endi nimani topamiz endi? M eritma natriy OH eritmasini massasi topamiz. Demak, M eritma demak natriy OH. Xo'sh, demak bu necha prosent? 24%. Demak, nima qilamiz? 0,6 ko'paytirilgan molyar massasi 40. Demak, bu necha prosent? 24%. Shu uchun 0,24 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. 0,24 ga bo'lsak buni, demak 100 gram nima bo'lgan ekan bu? Natriy gidroksid bor ekan. Xo'sh, endi natriy SO4 nimani toping degan? Keyin ulushini topish kerak ekan. Endi nimani topamiz? M natriy 2 SO4 topamiz endi. Xo'sh, massasini demak 0,3 ko'paytirilgan necha bo'lib qoladi bu? Xo'sh, molyar massasi 142 ga teng. Xo'sh, demak ana endi buni ko'paytirib o'tmaymiz, qisqarib ketadi uchun. Ana endi nima qilamiz endi? Ana endi oliumning massasini endi deb olamiz. Demak, M nimaning massasi? Oliumning massasi bo'lsin. Ana endi oliumning massasi bo'lsa, demak M oxirgi eritma nimaga teng bo'lib qoladi massasi? Demak, oliumning massasi M plus natriy gidroksid massasi 100. Xo'sh, plus yana suv, qo'shilgan suv. Demak, 174,2 gram bo'ladi. Ana endi bu necha prosent tashkil qiladi? 14,2% tashkil topadi. Demak, tuzning massasi natriy 2SO4 0,3 ko'paytirilgan 142 bo'lingan nima deymiz endi? M plus 100 jam massada plus 174,2. Demak, bu ham barobar bo'lib qoladi. Prosenti demak 14,2 taqsim 100. Xo'sh, demak bilan qisqartirib nima qilsak, M barobar bo'lib qoladi bu yerdan ishlasak agar 25,8 bo'lib qolar ekan. Bu nimaning massasi? Oliumning massasi bu. Dastlabki oliumning massasi. Xo'sh, demak endi oliumning formulasini X H2SO4 SO3 deb olaylik. X H2SO4
Demak, y esa o'ch bo'lsin. Endi buni massasi 25/8 bo'lgani uchun, demak, mana bu molar massasi, demak, nima bo'ladi? 98x plus bu 80y barobar bo'lib qoladi. 25/8 ga, demak, x plus y barobar nima bo'ladi? 0.3 ga teng bo'ladi. Chunki bunga ham bitta s atomi bor, bunga ham bitta s atomi bor. Demak, mana bunga aslan. Xo'sh, demak, bu yerdan x barobar 0.1 bo'lib qoladi. Y barobar 0.3 bo'lib qoladi. Demak, x y ga nisbati barobar bo'lib qoladi. 1/3 ekan. 2 bo'ladi, xato yozib ketibman. Tinglamadi. Demak, bu 0.2 bo'ladi. Yig'indisi 0.1 bo'lishi kerak. Demak, 0.1ni 0.2 ga nisbati 1/2 bo'ladi. Demak, xo'sh, olgan formulasi H2SO4 2, demak, SO3 bo'lar ekan. Yani qaysi javob to'g'ri bo'ladi? A javob to'g'ri bo'ladi. Tamam. Xo'sh, endi so'nggi xulosa mana bu. Buni o'zingiz o'qib oling. Tamam.